10-qavatgacha 31-dekabrgacha ko'tarilsa nimalar bo'ladi? Kelinglar ko'rib chiqamiz. Ramzinaga 31-gacha 10 etaj ko'taramiz deb aytasiz. Agar mana shu komanda ko'tarib bersa 10-etajgacha nima bo'ladi? Xo'p, biz mutaxassislar bilan gaplashganimizda 4 oy ichida 10 ta etaj bu yoqda ko'tarish fizически mumkin deydi. Shuning uchun biz maqsad qo'ydik 31-dekabrga 10 ta etajni yopishga. Bu faqat bitta manga, bitta bo'lakka bog'liq emas, butun komandaga bog'liq. Mana bu yerda sotuv bo'limining xodimlari turibdi, bu yoqda qurilish xodimlari. Asosiy ключевой ish qiladiganlar shular. Endi bularga biz alohida ikki xil turdagi KPI qo'ymoqchimiz. Birinchisi 4 oyga bo'lib oldik 10 ta etaj, ya'ni 1 oyda 2,5 etaj yopilsa, qurilish xodimlari alohida $1000 bonus olishadi har oyda. Ya'ni bu ikkalovligisi $1000 bonus olishadi. Bu birinchi KPI. Sotuv bo'limiga bularga ham o'sha har oylik reja qo'yiladi. O'sha rejani bajarishsa, bular ham o'sha reja bajarilgan summadan 1% olishadi. Alohida. Alohida bu ularni har kungi, har doimgi bonusligingizdan tashqari. Bu har 30 kunda ko'rib chiqamiz. Ha, har 30 kun, mana 20-avgustdan boshlaymiz, 20-sentyabrda ko'taramiz. 1 oylik rejani bular qilib berishgan bo'lsa, meni nomimdan alohida 1% bonusligisi bo'ladi. Bu Abdullo akalardan oladigan bonusdan tashqari. Bunda hisoblanadi. Alohida. Har oy shunaqa olib ketamiz. Ya'ni 4 oy davomida oyma-oy rejani bajarib borishsa, bular ham shu aytilgan bonusni olishadi. Endi bu nima qilyapti? Qaysidir oy bajarilib, qaysidir oy bajarilmay qolishi mumkin. Shuning uchun bajarilgan oyda olishadi, bajarilmaganda olishmaydi. Endi ikkinchi KPI bor. Bu nimaga qo'yilyapti? O'sha bajarilmay qolgan oyni keyingi oyda yopib ketish uchun qo'yilyapti. 4 oyda o'sha 31-dekabrgacha 10 ta etaj yopib berishsa, bular o'zligisi alohida yana bonus olishadi. Men birinchidan tashqari bu bonus KPI nomer 2. Yopilsa, bular o'sha rejadagi summani, rejada kelishilgan anaqani sotuvni qilib berishsa, bular o'sha 10 ta etajni yopib berishsa, 31-dekabr kuni bu отдел alohida $5000 bonus oladi. Bu отдел alohida $5000 bonus oladi. Umumiy $10,000. Umumiy $10,000 bonus 31-dekabr kuni tarqatiladi, agarki mana shu ikkita KPI, ikkita reja bajarilsa. Bundan tashqari bu yoqda alohida summa 1% ketyapti. Ha, u keturadi, oyma-oy keturadi, bajarilgan oyda oladi. Misol uchun 4 oydan 2 oyda bajarib, 2 oyda qilmay qolishi mumkin. Bo'ldi, 2 oylikni oladi. Agar 4 oylikni qilsa, пожалуйста, hammasini olishadi. Polniy, maksimalniy bonus olishadi. Umumiy bonuslar o'rtog'lik $20,000 ga yaqin ekan-da, to'g'ri? Agar o'xshasa hammasi rejadagidek ketsa. Endi bir-biriga bog'liq bularni ikkalovligisini ishligisi, bular sotuvni rejadagidek qilib berishligisi kerak, bular ishchi rejadagidek qilib berish kerak. Zo'r. Akalar bosinglar, tabriklaymiz. Sizlarga omad, bizga omad. Ulug'bek aka, gazni oling. Keyin Siroj aka qaranglar.